Qancha berishdi? 36 million 700. 36 million 700. 36 million 700 ga nima bermadingiz? Xullas kontraktimni to'lashim kerak. Menga 40 million kerak. 40 million kerak. Xo'p, 40 millionmi kontraktingiz? Endi yo'q, boshqa rasxodlarim ham bor. Kontraktdan. Ha, biz aytdim, undan tashqari rasxodlar bor. 585 probaga hisoblashibdi, menimcha. Taxminan 36 million 700 bergan bo'lsa, xabaringiz bormi o'z probasidan? 585 deyishdi. 585 deyishdi. Значит, 40 milliondan kamiga bermaysiz. 40 milliondan kamiga bermaysiz. Keling, bo'pti, bitta narxlab ko'raman. Men xudo xolasa 40 milliongacha harakat qilib ko'ramiz. Bitta narxlab ko'ramiz hozir. Keling. Bildim 750 ligini. O'zim uchun bitta tekshirib ko'rdim. Mana spektralni analiz qog'ozi javobi. Xo'p, bu tsepochangiz 750 proba chiqyapti. Buningiz 585 ekan. Nima 750 shunda narx tushib ketadimi? Yo'q, nabarot 750 75% tillasi bor. Bu tillasi qimmatroq yuradi. Hozir men sizga ajini hisoblab beraman, sizga tushunarliroq bo'ladi. Qarang, 21 u 71. Ko'paytiramiz 1 million 200 mingga 26 million 52 ming. 26 million 100 hisoblaylik. 26 million 100 ga qo'shamiz. Buningiz 585 chiqdi. 585 21 54 ko'paytiramiz 900 mingga. Xo'p, 19 million 386 19 million 400 qo'shamiz 26 million 100 ga qo'shamiz 19 million 400 ming so'm. Shunda 45 million 500 ming so'm bo'lyapti общий summasi. Shu ikkalasimi? Da, ikkalasi. Shunda boy meni aldashdimi? Yo'q, balkim ular ham bilmagandir. Endi hammada ham spektralni analiz yo'q. Hamma ham unaqa katta opitga ega emas. Men ko'rganim o'zida bildim 750 ligini. 45 millionga. Da, 45 million 500 ming so'm. Bo'ldi, qabul men sizga yozib pul bera olaman. Tak. 45 bu yerda 45 1 2 3 4 5 45 million 500 ming so'm pul barakasini bersin. Yaxshiligiga xizmat qilsin. Salomat bo'ling.